Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilar, sog'misiz, omonmisiz? Bugun bizlar Gurlan go'sht narxlarini bilamiz. 5-noyabr kunidagi. O'g'izli go'shti mang aka? Bugungi so'yilgan necha so'mdan? O'g'iz go'shti 120 ming so'm. O'g'iz go'shti 120 ming so'm. Qachar go'shtlar 110 ming so'mdan deydi aka. Yaqinda akalarimiz ham bor ekan. Assalomu alaykum. Necha so'mdan ekan aka go'shtlarimiz? 110 120 ming so'mdan. Shu tiyaklaringiz necha so'mdan? 50 ming so'mdan. Shu bir danasimi? Yaklassang bo'ldi. Buna biqqan deytimi, no deytini bular? Bo'yini? bo'yi suyak. Bular necha so'mdan tartiladi? 60 ming so'mdan tartiladi ekan ana. Go'shtlarimiz. Bular nechadan ekan? 115 ming so'mdan ekan bular. Yaqindan mana aka go'shtlarimiz. Go'shtlaringiz nechadan ekan? 110 so'mdan. 110 so'mdan. Bovurlar nelar qanchadan ekan? 100 so'm. 100 so'mdan ekan ana. Moylar 50 so'm. 50 ming so'mdan ekan moylar. Xohlagancha beramiz. 50 so'mdan bor. Suyaklar bor mana 80 so'mdan. 80 mingdan a? Qo'rg'alar 100 so'mdan bilan. 100 ming so'mdan qovurg'alar. Bo'ldi. Go'shtli qo'rg'ada. Ajoyib. Xo'sh, bugun Gurlan go'sht narxlari ana shunday 5-noyabr kunidagi.